iltimos xalqim, yordam beringlar menga. Bolalarim yetim qolmasin. İltimos. İki dünya odamlari, ikki uyning egasiz. Qaysi dunyo kerak sizga, qaysi uyni bezatyapsiz? Quruq qasr, qavat-qavat, ko'ngil istagingiz jannat. Biri arzon, biri qimmat, qaysi uyni bezatyapsiz? Qaysi uyni bezatyapsiz? Andijonda sizlar bilan birgalikda hammamiz birga bo'lib, mana shu opamiz yashab qolishi uchun sababchi bo'lib pul yiqqan edik. O'rtada biz vosita bo'lganmiz. Mana borib, operatsiyalar bo'lib, ukasi birga borgan edi. Ukasinikida ham ozgina gepatitisi chiqib qolib, to'g'ri kelmaydi dedi. Mana katta o'g'illari Alloh rozi bo'lsin, o'zini onalariga jigarlarini berdi. Hozir ikkalasi ham salomat. Bugun aeroportga kelib tushdi. Mana shu oilaga kimki ehson qilgan bo'lsa, Alloh taolo ikki dunyo saodatini bersin. Ilohim dunyo va oxirat hojatlaridan behojat qilsin. Hali yana ko'p yillar davomida siz u bizlarni Alloh taolo juda ko'p insonlarni yashashida sabab chiqsin. Jiyanim, qizim, Feruza 6 yildan beri shu kasal bilan og'rib bormay yurib qolmadi. Xudoyim sizlarni bizga ko'rsatdi. Xalqimiz mana 24 soat ichida siz orqali mana O'zbekiston xalqi ehsonchilarimiz mana shu 45 ming dollar topib shu qizga berishdi. Shu qizni sog'ligi uchun butun O'zbekistonimiz xalqi qo'lidan kelgancha yordamlarini berdi. Siz orqali mana borish shifo topib operatsiyalarni qilib, mana 2 oydan oshig'ida mana sog' salomat farzandi bilan salomat keldi. Alloh rozi bo'lsin. O'zbekiston xalqiga biz hammamiz ta'zimdamiz. Amin. Xalqimiz doim tinch bo'lsin, Amin. yurtimiz tinch bo'lsin, sizga o'xshagan chiroyli insonlar, xalqqa xizmat qiladigan insonlar ko'paysin. Amin. Ehson qilganlarga ham barlarini tanijoni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Shavkatjon, sizga ham rahmat. Siz ham tanijoningiz sog' bo'lsin. Qizlaringiz baxtiga omon bo'ling. Amin. O'g'illarni ko'ring, Qur'on to'ylarida qiling. Amin. Hammamizga sog'lik, salomatlik, hech kim kasal bo'lmasin. Ilohim. Ehson qilganlarda ham tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Alloh akbar. Mana aziz vatandoshlar, yaqindagina uyda kiraverishida yotganida xalqim yordam bering deb. Mana xalqim, sizlar befarq bo'lmadinglar. Yana bitta natija. Molu dunyoyingiz qop-qop qilyapsizmi goho savab? Haq oldida qanday javob, qaysi uyni bezatyapsiz? Mana aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar. O'zi aslida savob sizlar qilgansizlar, men oddiy sababchiman. Lekin sizlarni orqangizlardan Alloh taolo mana shu insonlarga meni ham sevimli qilib qo'ydi. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Hali bunaqa to'llarni ko'pini kiyib yuraverdik. Assalomu alaykum.